Hech shunday mukammal joyni orzu qilganmisiz? Go'yo film ichiga tushib qolgandek his bilasiz. Shvetsariyaga xush kelibsiz. Bu yerda har bir manzara otkritka kabi go'zal va har bir lahza xuddi kinodek tuyuladi. Men ushbu mo'jizalar mamlakatida bir hafta vaqt o'tkazdim va endi sizga o'zimning aniq sayohat rejamni, barcha maslahat va sirlarni hamda bularning barchasini hamyoningizni butunlay bo'shatib qo'ymasdan qanday amalga oshirish mumkinligini aytib beraman. Shunday ekan, daftaringizni oling, chunki biz hayotingizdagi eng unutilmas sayohatni rejalashtirishni boshlaymiz. Avvalo, logistika haqida gaplashaylik. Shvetsariya bo'ylab harakatlanishning eng yaxshi usuli bu Swiss Travel Pass, Shvetsariya sayohat chiptasi. Rostini aytsam, bu narsa haqiqiy najotkor. U sizga butun mamlakat bo'ylab poyezdlar, avtobuslar va kemalarda cheksiz yurish imkonini beradi. Bundan tashqari 500 dan ortiq muzeylarga bepul kirishingiz va aksariyat tog' ekskursiyalariga chegirmalar olishingiz mumkin. Uni bir marta sotib olasiz, telefoningizda faollashtirasiz va tamom, har bir bekatda chipta qidirib ovora bo'lmaysiz. Shunchaki transportga chiqasiz va manzaradan zavqlanasiz. Ishonavering, bu qulaylik har bir tiyiniga arziydi. Siz 3, 4, 6, 8 yoki 15 kunlik chiptani tanlashingiz mumkin. Men maksimal qulaylik uchun 8 kunligini tanladim. Sayohatimiz maftunkor Luzern shahridan boshlanadi. Syurixga uchib kelganingizdan so'ng u yerdan poyezdda qisqa va chiroyli yo'l bosasiz. Luzern bu Shvetsariyaning eng klassik shahri bo'lib, u tiniq ko'l bo'yida joylashgan va tog'lar bilan o'ralgan. Birinchi navbatda qilishingiz kerak bo'lgan ish bu Kapelbrücke ko'prigidan o'tishdir. Bu Yevropadagi eng qadimiy yog'och ko'priklardan biri bo'lib, u 17-asrga oid rasmlar bilan bezatilgan. U ayniqsa quyosh chiqishi yoki botishi paytida juda go'zal. Ko'prikni ko'rgach, eski shahar bo'ylab sayr qiling. Tosh yotqizilgan ko'chalar, devorlari naqshli rang-o-rang binolar va kichik maydonchalar go'yo ertak kitobidan chiqib qolgandek. Sher haykali, ya'ni Lion Monument-ni ham o'tkazib yubormang. Bu Fransuz inqilobi paytida halok bo'lgan Shvetsariya gvardiyachilari xotirasiga qoyaga o'yib ishlangan haykal bo'lib, u juda ham ta'sirli. Shahar va Alp tog'larining eng yaxshi manzarasini ko'rish uchun tog' tepasiga chiqishingiz kerak. Luzerndan Pilatus yoki Rigi tog'lariga borish juda oson. Men tog'lar malikasi deb nomlanuvchi Rigi tog'ini tanladim, chunki tishli g'ildirakli poyezd va dor yo'li, ya'ni kanat orqali chiqish to'liq Swiss Travel Pass ichiga kiradi. Tepadagi panorama shunchaki hayratlanarli. Ko'llar va son sanoqsiz qorli cho'qqilarni ko'rasiz. Bu shahar tashqarisiga chiqish uchun ajoyib yarim kunlik sayohat. Luzerndan so'ng Alp tog'larining qoq markaziga Jungfrau hududiga yo'l olamiz. Keyingi bekatimiz sehrli Lauterbrunnen vodiysi. Agar bu joy sizga tanish ko'rinsa, buning sababi shundaki, u Uzuk hukmdori filmidagi Rivendell uchun ilhom manbai edi. Va ochig'i, bu yer haqiqatdan ham mistik tuyuladi. Vodiydagi 72 ta sharshara mashhur. Ulardan 300 metr balandlikdan tushadigan Stavbax sharsharasidir. Bu yerda shunchaki piyoda yurib yoki velosiped haydab tik qoyalar va bitmas tuganmas sharsharalardan zavqlanib bir kunni o'tkazish mumkin. Bu haqiqatdan ham insonni hayratga soladigan tajriba. Lauterbrunnendan poyezdda Wengen yoki Mürren kabi avtomobilsiz qishloqlarga ham chiqishingiz mumkin. U yerdan Eiger, Monch va Jungfrau cho'qqilarining yanada ajoyib manzaralari ochiladi. Vodiyda aks sado beradigan sigir qo'ng'iroqlari bu Alp jannati uchun eng mukammal musiqadir. Keyin biz sayohat markazimizni gavjum Grindelwald shahriga ko'chiramiz. Lauterbrunnen tinch bo'lsa, Grindelwald sarguzasht va hayajon bilan boy. Bu yerda asosiy manzilimiz Grindelwald First. Tepadagi asosiy attraksion bu First Cliff Walk, ya'ni qoya bo'ylab yurish yo'lagidir. Bu tik qoya chetiga o'rnatilgan metal yo'lak bo'lib, u tubigan zid uzra chiqib turgan ko'prikka ega. Agar balandlikdan qo'rqsangiz, bu siz uchun sinov bo'ladi, lekin mukofot sifatida olinadigan manzarani hech qachon unutmaysiz. Bundan tashqari, u yerda zipline, tog' kartlari yoki skuterlardan tog'dan pastga tushishingiz mumkin. Bu hamma yoshlar uchun mo'ljallangan ulakon Alp o'yingohi. Men tog' kartlarini sinab ko'rishni tavsiya qilaman. U xuddi hayotdagi Mario Kart o'yiniga o'xshaydi. Endi biroz xotirjamlik vaqti. Grindelwalddan Shvetsariyaning eng chiroyli nuqtalaridan biri Iselwaldga boramiz.
Bu kichik baliqchi qishlog'i moviy rangdagi Brents ko'li bo'yida joylashgan. Siz uning mashhur pirisini Crash Landing on You koreys dramasidan tanigan bo'lishingiz kerak. Ya, aynan o'sha joy bu yer. Brents ko'lining rangi shunchaki mo'jiza. U muzlik yarrachalari tufayli yorqin turkuaz rangda. Eng yaxshi yo'l Interlaken shahridan kema sayohatiga chiqish. Bu ham Swiss Travel Pass bilan bepul. Kema Iselwaldda to'xtaydi, sizda u yerda aylanib yurish, o'sha mashhur pirisda suratga tushish va xotirjamlikdan zavqlanish uchun vaqt bo'ladi. Keling, har qanday sayohatning eng muhim qismi ovqat va byudjet haqida gaplashaylik. Shvetsariya juda qimmat mamlakat, lekin pul tejashning yo'llari bor. Eng katta tejamlik bu supermarketlardan foydalanish. Coop va Migros do'konlarini hamma yerda topish mumkin. U yerda nonushtaga pishiruvchi, yangi sendvichlar, salatlar va tayyor ovqatlar bor. Restoranda o'tirgandan ko'ra, supermarketdan ovqat olib, ajoyib manzara qarshisida piknik qilish ancha yaxshi va arzon. Kechki ovqat uchun esa kamida bir marta an'anaviy shvetsarcha taomni tatib ko'ring. Masalan, pishloqli fondyuni sinab ko'rishingiz kerak. Bu erigan pishloqqa non botirib yeyiladigan ajoyib jamoaviy tajriba. Yana bir klassik taom ryoshti. Bu qovurilgan qarsildaq kartoshka bo'lib, tuxum yoki kalbasa bilan tortiladi. Albatta, mashhur shvetsarcha shokoladlarni ham unutmang. Laderach kabi mahalliy do'konlarga kiring va hayotingizdagi eng mazzali shokoladni tatib ko'ring. Byudjet bo'yicha maslahatlarimni takrorlayman. Transport va muzeylar uchun Swiss Travel Pass oling. Nonushta va tushlikni supermarketdan xarid qiling va o'zingiz bilan suv idishi olib yuring. Hamma yerda Alp suvi oqib turgan favvoralar bor. Suv sotib olishga aslo hojat yo'q. Mana mening bir haftalik Shvetsariya sayohatnomam shundan iborat. Luzern ko'chalaridan tortib, Lauterbrunnen vodiysi, Grindelwald cho'qqilari va Brents ko'ligacha. Bu mamlakatda hamma narsa bor. Bu joy sizning yuragingizni zabt etadi va umrbod unutilmas xotiralar qoldiradi. Umid qilaman, bu qo'llanma sizga shaxsiy Shvetsariya sarguzashtingizni rejalashtirishda yordam beradi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda yozib qoldiring, Shvetsariyaning qaysi joyiga borishni ko'proq xohlardingiz. Oq yo'l, keyingi videolarda ko'rishguncha.